Otabek aka, assalomu alaykum. Nechta uyingiz bor siz? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Uy ko'pmi? Serobmi? Xo'p, buni bitta tushuntirib bering. Aka, bu ham xuddi o'sha Do'mbiroboddagi chiroyli, akkuratning kompaktni chiqibdi. Necha sotiq? Buni turgan joyimiz 2 sotuqlik. Yonimizdagilar 3 ta bor. Hop, 1.7 sotuqlikdan ular. Mana. Ha, bo'ldi, tushundim. 4 ta общий uy. 4 ta общий uy. Men kichkinasini narxini sirazi aytib keting. Hop, kichkina narxi 85 ming. Kattaniki? 225. Bo'ldi, bitta qilgan ishlaringizni endi tanishtirib chiqasiz, aka? Hop, Do'mbiroboddagini xuddi aksi. Faqat kichkinasi. Kompaktnisi. Ha. Xuddi o'sha Do'mbiroboddagi tepaga ko'tariladi. Ha, podvolga ham ichkaridan, tashqaridan tushsa bo'ladi. Tushundim. Bu yoqda Ziloniy zona. Ne искусственный qilib mana savol mana shu. Hop, hozirgi paytda jivoyini ko'pchilik eplolmayapti. Ha, uni qara, dorisini sev. Xo'p. Daraxt eksib, chiroyli, kompakt. Ha, o'rtasini kesib, shuni daraxt ekorsa. Joyini kesib, daraxt eksa bo'ladi. Bo'ldi. Yozgi oshxona, bitta sanuzeli bor. o'choq qozon, gaz plita qo'yilgan. Xuddi shunaqa. Bo'ldi, ichkariga bitta kiraylik endi aka. Fasadlari oppoq bo'lib, juda chiroyli chiqdi lekin. Do'mbiroboddda aksiyali. Podvol, 1, 2, mansarda. Necha kvadrat общий? 100 kvadrat metrdan 400 kvadrat metr. 400 kvadrat metr. Bo'ldi, elektrika, santexnika 100% bitgan. Bo'ldi, tushundim. Patkatlamani nima qilib berasiz? Hop, bu yerda patkatlar joyimiz bor. Patkatlar 10 ming arzon beramiz. 10 ming arzon berasiz. Xo'p, pul beradi. Qanchada bitirib berasiz? Uzog'i 6 oy yo 7 oyda bitiramiz. To'shni bitirib berasiz 6 oyda. Bo'ldi, yes. Adresini aytib keting bu yerda. Hop, Sergeli Kia avtosaloni orqasida. Elitni mahallalardan bittasi. Hamma kommunikatsiyalar o'tgan. Bo'ldi, tushundim. Yes, nomeringizni yozib qo'yaman, murojaat qilaverishadi aka.